2017 yılı 11 ayının 10. gündən 12. günügacha Germaniyaning Myunxen şəhərində Dünya Uyğur Qurultayının 6. növbətlik Fəvqəladə Vəkillər Qurultayı çağırıldı. Yığınğa 5 qit'ədəki 20-dən artıq dövlətdən 120-dən artıq Uyğur vəkilləri kelib qatnaşdı. Qurultayğa Avropa Parlamenti və Germaniya Parlamentinin vəkilləri, xalqaro kişilik hüquq təşkilatlarının rəhbərləri, Uyğurshunos və Xitoyshunos mutaxassislar, siyosiyonlar hamda dövlət xodimlari qadam təşrif qilib, Sharqiy Turkiston masalasi to'g'risida fikrlar bayon qilishdi. 3 gün davamlaşqan bu qurultayda təşkilatның nizamnamasiga tuzitish kirgizildi. Təşkili aparat tərtibga selindi və demokratik saylam orqali qurultayning yangi rahbarlik aparati vujudga keltirildi. Tarixiy ahamiyatga ega bu qurultayda To'lqin Aysa boshliq bir turkum fidokor zotlar Dunyo Uyg'ur Qurultayining rahbarlik qatlamidan vazifa oldi. Favqulodda qurultaydan keyin Dunyo Uyg'ur Qurultayining faoliyatlari mayli son, mayli sifat, mayli ko'lam va ta'sir jihatdan ilgirki yillarga o'xshamaydigan darajada zo'r yuksalishlarni ro'yobga chiqardi. Tövəndə nəzərinizə sunulğını Dünya Uyğur Qurultayının 2017 yılı 11 aydan 2018 yılı 11 aygacha bo'lgan 1 yillik xizmatlarının qisqacha bayonlardan iboratdir. Birleşken Devletler Teşkilatı'da 2017 yılı 29 noyabr Dünya Uyghur Qurultayı Reisi To'lqin Aysa Efendi Qurultay programı yetekçisi Peter Ervin ve Ryan Efendiler Cenevadagi Birleşken Devletler Teşkilatı'da Uyg'urlar meselesi boyunca türlük yig'inlarga qatnashdi ve lobby faaliyetleri bilen şug'ullandi. 2018 yılı 20 fevral Qurultay Reisi To'lqin Aysa Efendi BDT'nin Cenevadagi merkezde o'tkazilgan 10. navbatlik Ceneva Kişilik Hüquq ve Demokratiya Oliy yig'iniga qatnashib, nutq so'zladi ve türlük faaliyetlerini ilib bordi. Bu jarayonda 1 fevral ma'qullangan, 20 fevral e'lon qilingan xalqaro soqchining 20 yil davomlashgan Qurultay Reisi To'lqin Aysani tutish buyrug'ining amaldan qoldirilganligiga doir xabarlar oshkorlandi. 9 mart Qurultay programma xodimi Ryan Efendi Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hüquq Kengeshining 37. navbatlik yig'inida yepiq tarbiyalash markazlari haqida doklad berdi. 21 aprel günü Uyg'urlar meselesi BDT'nin New York'taki merkezinde Xitoy ve onu qo'llaydigan davlatlar bilan Amerika boshlig'idagi g'arb davlatlari o'rtasida keskin munozaraga sabab bo'ldi. Yig'inda Xitoy vakillari Markaziy Germaniyadagi tahdid ostidagi xalqlar jamiyatining BDT'dagi kuzatuvchilik salohiyatini bekor qilishni, Qurultay Reisi To'lqin Aysaning BDT yig'inlariga qatnashishni cheklashni talab qilib, uni terrorlik bilan qattiq aybladi. 1,5 saat davomlashgan bu jangi jidal nihoyat keskin bo'ldi va xalqaro matbuotlarda qiziq temaga aylandi. Amerika elchisi hamda Avropa İttifaqı Germaniya vakillari Xitoyning tuhmatlarini keskin inkor qildi hamda jazo lagerlari masalasini mutlaq elib, Xitoyni o'sal ahvolga tushirib qo'ydi. Natija e'tibori bilan Xitoy taraf maqsadiga yetolmadi. Tahdid ostidagi xalqlar jamiyati va Dunyo Uyg'ur Qurultayi g'alaba qildi. 20 iyundan 22 iyungacha Ceneva shahridagi BDT merkezida chaqirilgan 38 navbatlik Kişilik Hüquq Kengeshi yig'inida Qurultayning programma yetakchisi Peter Ervin va Qurultay xizmatchisi Shahrizodlar jazo lagerlari masalasini o'tirib qo'yib, yig'in ahlining diqqatini qo'zg'adi. 25 iyul Qurultayning Beryusildagi xizmatchi xodimi Ryan Efendi BDT 38 navbatlik Kişilik Hüquq Kengeshi yig'inining 3 bo'limida so'zga chiqib, jazo lagerlari masalasini takror tilga oldi. 27 iyun BDT 38 navbatlik Kişilik Hüquq Kengeshi yig'inining 4 bo'limida G'arb demokratik ellardan Germaniya, Angliya, Fransiya, Shveysariya, Amerika qatorliq davlatlar hamda Yevropa İttifaqı vakolatan Bulgariya tarafidan lagerlar masalasi bevosita o'tirib qo'yildi. Bu G'arb ellarining Sharqiy Turkistondagi yepiq tarbiya nomidagi jazo lagerlarining mavjudligini tunji qitim tilga elishi va e'tirof qilishi bo'lib qoldi. 10 avgust BDT'nin Wilson merkezinde BDT irqiy ayrımçılıkның barlıq şekillerini yo'qotish komitetining 96. navbatlik yig'inida Xitoyning kishilik huquq vaziyati ko'zdan ko'chirildi. Yig'inga Qurultay Reisi To'lqin Aysa, muavin Reis Farhad Muhammadi hamda Gollandiyadagi siyosiy aktiv Abdurim G'ani qatorliqlar qatnashdi. Yig'inda Sharqiy Turkistondagi lagerlar masalasi o'tirib qo'yilib, Xitoy hukumati so'roqqa tortildi. 13 avgust kuni Xitoy vakillar o'miki savollarga javob berib, jazo lagerlari mavjud emas dedi. Buning bilan irqiy ayrımçılıkqa qarshi turish komiteti va Xitoy o'rtasida keskin jang boshlandi. Mazkur komitetning muavin raisi Makgulli xonim boshliq xodimlar Xitoyni qattiq tanqid qildi. Shu kuni Uyg'urlar Birlashgan Davlatlar Tashkiloti oldida namoyish qilgan edi. 13 sentabrdan 21 sentabrgacha Qurultay Reisi To'lqin Aysa fondi mudiri Abdujil Amal qatorliq bir guruh vakillar Cenevadagi BDT merkezida faoliyatlarini boshlab o'tdi. 18 sentabr 190 dan ortiq davlatning BDTdagi elchilari qatnashgan BDT Kişilik Hüquq Kengeshining 39 navbatlik yig'inining 4 bo'limida Yevropa İttifaqı vakolatan Avstriya, Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlari masalasini o'tirib qo'ydi.
Arkadan Germaniya, Angliya, Fransiya, Finlandiya, Kanada qatarlıq dövlətlərmə lagerlar məsələsini tilgə alıb, cəza lagerlərini taqashni ciddi tələb qildi. Xitoy tərəf qattiq e'tiroz bildirdi. 18 sentabr BDT'da Uyg'urlarning Xitoydagi haq-huquqi nomli yig'in chaqirildi. Yig'inda qurultay raisi Dolqin Aysa, Xitoyning Osonliq millatlar siyosati mutaxassisi Adrian Senis, kishilik huquqni kuzatish tashkiloti vakili John Fisher, shiddatsiz radikal partiya va xalqaro chegarasiz partiya vakili Laura Hart qatorliqlar nutq so'zildi. Yig'inga BDT kishilik huquq komitetining xodimlari, Amerika, Germaniya, Kanada qatorliq davlatlarning BDTdagi elchilari, shundaqla boshqa ko'plagan xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining vakillari ishtirok qildi. 10 ayning 9 kuni qurultay raisi Dolqin Aysa, qurultay programma yetakchisi Peter Ervin va erkinlik karvini faoliyatini tashkillovchi Xalmurat qatorliqlar BDT chaqirilgan UPRning yig'iniga qatnashib, Uyg'urlarning Xitoydagi insoniy huquqlari degan temada doklad taqdim qildi. Yevropa parlamentida Qurultay raisi Dolqin Aysa efendi 2018 yılı 10 yanvardan başlap Avrupa parlamentidagi bir haftalik faoliyatlarini başladı. O 2 gün içinde 8 nefer parlament azası ve Avrupa parlamentinin tashqi ishlar ministerligidagi xodimlar bilan uchrashuv o'tkazib, Sharqiy Turkiston masalasini atrofli anglatdi hamda Avrupa parlamentining Uyg'urlar haqida jiddiy qarorlar qabul qilib, Xitoyning Sharqiy Turkistondagi bostirish siyosatlarga chek qo'yishni talab qildi. 16 yanvar Avrupa parlamentinin muavir reisi Fabio Massimo Castaldo başlıq 6 nefer parlament azası Bulgariyada tutup turilayotgan 5 nefer Uyghur muhacirinin Xitoyga qaytarilishining yomon oqibatlarga sabab bo'lganligini ilgari surib, birlashim bayonot e'lon qildi. 19 mart günü Dünya Uyghur Qurultayının reisi Dolqin Aysa ve Qurultay İcraiya Komitetining reisi Ömer Qanat Efendiler Belgiya poytaxti Brüsselga yetib kelib, Avrupa parlamentida elib borgan 5 kunlik ziyoratini rasmiy boshladi. Bu ziyoratlar davomida ko'plagan parlament a'zolari bilan uchrashib, Sharqiy Turkiston masalasi bo'yicha suhbatlar o'tkazdi. 24 aprel Avrupa parlamentida Xi Jinping hokimiyatidagi Xitoyda diniy erkinlik va kishilik huquq mavzuliq yig'in o'tkazildi. Yig'inga Qurultay Ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat Efendi qatnashib, Avrupa parlamentini Xitoyning Uyg'urlarga elib berayotgan inson qalbidan chiqqan besim siyosatini to'xtatishga chaqirdi. 15 may Avrupa parlamentida maxsus Uyg'urlarning kishilik huquq vaziyati haqida guvohlik berish yig'ini o'tkazildi. Yig'inga Avrupa parlamenti kishilik huquq komitetining raisi Pansari Efendi riyosatchilik qildi. Bu yig'inga Avrupa parlamenti a'zolari, Avrupa parlamenti tashqi ishlar ministrligi xodimlari, Avrupa komiteti rahbarlari, Amerika davlat majlisi a'zolari va ko'plagan kishilik huquq tashkilotlarining vakillari bevosita yoki vositali holda qatnashdi. Yig'inda qurultay raisi Dolqin Aysa Efendi doklad taqdim qildi. 26 iyul günü Avrupa parlamenti ta'sis qilingan Uyg'ur do'stlik guruhi bilan Avrupa Xalq partiyasining hamkorligida Belgiya poytaxti Brüsselda tahdid ostida qolgan insonlar, 100 minglagan Uyg'urlar Xitoy lagerlarida azob chekmoqda nomli muhokama yig'ini o'tkazildi. Yig'inga vakolatsiz millatlar tashkiloti, tahdid ostidagi xalqlar tashkiloti, Dunyo Uyg'ur qurultiyi hamda Avrupa parlamentining bir bo'lak parlament a'zolari, Avrupa komissiyonining ba'zi a'zolari, tadqiqotchilar, siyosiylar hamda Belgiya va uning qo'shni ellardagi bir qism Uyg'ur jamoat qatnashdi. Qurultay raisi Dolqin Aysa Efendi yig'inda guvohlik so'zi so'zildi. 7 ayning 9 kuni Avrupa İttifaqı rahbarlari Xitoy bilan bo'lgan dialogida Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlari masalasini ochiq o'tirib qo'ydi. 3 sentabr qurultay raisi Dolqin Aysa Efendi Belgiya poytaxti Brüsseldagi Avrupa parlamentida elib borgan bir haftalik ziyoratini boshladi. Bu qitimqi ziyoratning asosli maqsadi xalqaroda qiziq tema bo'layotgan Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlari masalasi bo'ldi. 3 sentabr Avrupa parlamentidagi Avrupa Xalq partiyasi, Avrupa Yeşillar partiyasi, Avrupa Erkin Demokratlar partiyasi, Avrupa Konservativlar partiyasi va Avrupa Xristian Demokratlar partiyasi qatorliq 5 cho'ng partiya Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlariga munosabatli savollarga imzo qo'yib, Avrupa komissiyoni va tashqi ishlar ministrligiga yo'lladi. 12 sentabr Avrupa İttifaqının muavir reisi ve tashqi ishlar ministrligi reisi Strasburgda chaqirilgan umumiy yig'inda Xitoyning Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlarini oshkora aybladi. 4 oktyabr Avrupa parlamenti Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlari to'g'risida 15 moddalik qaror qabul qildi. Bu qarorning qabul qilinishi Xitoyning Uyg'urlar ustidan elib berayotgan jazo lagerlarini o'z ichiga olgan barliq bostirish siyosatining hamda Uyg'urlar masalasining g'arb dunyosida va xalqaroda rasmiy yo'sinda e'tirof qilinganligining qonuniy dalili bo'lib qoldi. Avrupa ellarida 16 fevral tushdan keyin qurultay raisi Dolqin Aysa Efendi Myunxenda chaqirilgan 54 navbatlik dunyo xavfsizlik muhokama yig'iniga qatnashish uchun kelgan Turkiyaning bosh ministri Binali Yildirim va ichki ishlar ministri Sulaymon Soylu bilan ayrim-ayrim ko'rishib, Uyg'urlar masalasini anglatdi.
16 mart günü Dünya Uyghur Qurultayı, Amerika Demokratiyani İlgari Surish Fondi, Norvegiya Uyghur Komiteti ve Rafto Kişilik Huquq Fondi qatorliq organlar birlikte Norvegiya poytaxti Oslodagi Nobel Erkinlik sarayida Sharqiy Turkistonning navbatdagi vaziyatidan ma'lumot berish yig'ini o'tkazdi. 23 mart günü Vakalatsiz Milletler Teşkilatı'nın 26. nöbetlik idare heyeti yığını Belgiya paytaxtı Brüssel'de başlandı. 19 Mart'tan başlap Avrupa Parlamentoda ziyaretde buluvatkan Qurultay reisi Dolqun Aysa Efendi, Vakalatsiz Milletler Teşkilatı'nın muavir reis buluş süpütü bilen bu qitimki idare heyetler yığınıga iştirak kıldı. 29 Mart günü Dünya Uyghur Qurultayı seferberlik qo'zg'ab, Uyghur cemaatidan jazo lagerlari, turma va tutib turish o'rni qatorliq joylardagi Uyghur tutqunlari hamda izdireksiz g'oyib bo'lgan Uyg'urlar haqida uchur bilan ta'minlash chaqiriqi e'lon qildi. 14 aprel Qurultay reisi Dolqun Aysa, İtaliyaning Praga shahrida 50 dan ortiq davlatdan kelgan 1000 dan ortiq muxbir, kishilik huquq faoliyatchilari, siyosiy arboblar va parlament a'zolari qatnashgan 18 navbatlik xalqaro axborotchilar festivali yig'iniga qatnashib, dunyodagi bilinmagan hikoyalar munbirida Uyg'urlarning dardini anglatdi. 16 aprel Qurultay Uchur Tashviqot Markazi tarafidan qurilgan Qurultay Tor televiziyasining tunji programmasi Uyg'ur jamoati bilan yuz ko'rishdi. Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasining qurilganligi e'lon qilinish bilan muajiratga Uyg'urlarning qizg'in olqishiga sazovor bo'ldi. 22-23 aprel kunlari Belgiyaning Antwerpen shahrida Dünya Uyghur Qurultayı İcraiya Komitetining kengaytirilgan yig'ini o'tkazildi. Yig'inda 2018 yilning 2-yarmida elib berish planlangan xizmat loyihalari ko'zdan ko'chirilib, amaliylashhtirish va ijro qilinish kun tartib qo'yilgan mazmunlar haqida muhim qarorlar qabul qilindi. Muajiratga Uyg'urlar orasida Uyg'urlik badali sistemasini barpo qilish loyihasi qarorga bog'landi. 24 aprel 3. navbatlik Sharqiy Turkiston strategiya muhokama yig'ini Belgiyaning Antwerpen shahrida boshlandi. Yig'inga Amerika, Kanada, Yaponiya, Avstraliya, Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Angliya, Shveysariya, Norvegiya, Gollandiya, Germaniya qatorliq 15 davlatdan kelgan 30 nafar Uyg'ur ziyolisi qatnashdi. Dünya Uyghur Qurultayı 15 may günü 5. aydan başlanıp 11. ayda oxirlashadigan Sharqiy Turkistonning Istiqlol marshi mukofoti faoliyatini rasmiy yo'l qo'ydi. 4 iyun Qurultay reisi Dolqun Aysa Efendi Belgiya poytaxti Brüsselda chaqirilgan Tiananmen voqeasining 29 yilligini xotirlash yig'iniga qatnashib, Uyg'urlarning navbatga ichinishlik vaziyati to'g'risida ma'lumot berdi. 15 iyun kuni Yevropa, Shimoliy Amerika, Avstraliya qatorliq qit'alardan Germaniyaning Myunxen shahriga yetib kelgan bir qism Uyg'ur ziyolilari Qurultay tarafidan uyushtirilgan sabdoshlar uchrashishi faoliyatiga qatnashdi. Mol mazmunliq temalar ostida boshlangan bu faoliyat 3 kun davomlashdi. Sabdoshlar 1988 yili 15 iyul namoyish to'g'risida o'z eslamalarini o'ttirib qo'yishdi. Bu faoliyatdan ilgari Xitoy konsulxonasi oldida namoyish elib berildi. 18 iyun kuni Qurultayning Yevropadagi vakili Asqarjon Efendi Bavariya parlamentidagi Yeşillar partiyasining parlament a'zolari va partiya rahbarlarining ichki yig'iniga qatnashib, Uyg'urlar masalasini anglatdi. 22 iyun Qurultay reisi Dolqun Aysa Efendi İspaniyadagi mustaqillik davosida bo'layotgan Kataloniya avtonom o'lkasining markazi Barselonada boshlangan Kataloniya bilan bir sabti turish nomli xalqaro ilmiy muhokama yig'iniga taklif bilan qatnashib, yig'in jarayonida Uyg'urlar masalasini o'ttirib qo'ydi. 16 iyul Qurultay reisi Dolqun Aysa Vengriyada o'tkazilgan Dunyo asonliq millatlari huquqlari yozliq kursida leksiya so'zlab, Uyg'urlar vaziyatini tunishtirdi. 28 avgust Dünya Uyghur Qurultayı muavir reisi Dr. Erkin Ekrem Norvegiya parlamentida Uyg'ur vaziyati haqida ma'lumot berdi. 14-15 sentabr kunlari Vakalatsiz Milletler Teşkilatı'nın favqulodda Qurultayı Fransiyaning Savoy shahrida chaqirildi. Yig'inga Sharqiy Turkiston vakillari nomida 3 nafar Uyg'ur vakili Dünya Uyghur Qurultayıning reisi Dolqun Aysa boshchiligida ishtirok qildi. 24 sentabr Qurultay reisi Dolqun Aysa Efendi Norvegiya Uyg'ur komiteti rahbarlari bilan birlikda Xalqaro qalamkashlar jamiyati Norvegiya sho'basining xodimlari hamda qamalgan yozuvchilar jamiyati a'zolari bilan uchrashib, Uyg'urlarga jazo lagerlari masalasini anglatdi. 26 sentabr Qurultay reisi Dolqun Aysa Efendi boshchiligidagi bir guruhga Uyg'urlar Bergen shahrida Rafto erkinlik fondining mas'ullari bilan ko'rishdi. 29 sentabr Qurultay reisi Dolqun Aysa boshchiligidagi Uyg'urlar Stavanger shahrilik ko'chmalar idorasi rahbarlari bilan ko'rishdi. 23 sentabr Norvegiya ziyoratini boshlagan Dolqun Aysa Efendi bu bir haftalik ziyorat jarayonida Norvegiyaning 3 cho'ng shahridagi Uyg'ur jamoati bilan suhbatlar elib bordi. Hamda jamoatni 6 noyabr Jenevada o'tkazilgan namoyishga va Uyg'urlik badaliga safarbar qildi. 5 oktyabr Qurultay reisi Dolqun Aysa boshliq Qurultay xodimlari Shvetsiya tashqi ishlar ministrligi va parlament a'zolari bilan suhbat o'tkazdi. Dolqun Aysa Efendi 16 oktyabr Angliya parlamentida o'tkazilgan Xitoydagi organ etkazchiligidan guvohlik berish yig'iniga qatnashib, jazo lagerlaridan Xitoy o'lkalariga yo'tkalgan 200 mingdan ortiq Uyg'urning ichki a'zolarining so'kilib setilish ehtimoli borligini o'ttirib qo'ydi.
16 oktyabr yana Qurultayning Yevropa vakili Asqarjon Apandi Germaniya poytaxti Berlinga borib, Germaniya hukumatining inson haqlari va insoniy yordam komiteti tarafidan chaqirilgan ma'lumot berish va fikr almashtirish suhbat yig'inida qatnashdi. Bulardan boshqa Qurultayning ijroiya komiteti muavin raisi Samat Abla Apandining Norvegiyada ilib borgan faoliyatlari az emas. U parlament a'zolari bilan ko'rishish va Uyg'urlar masalasini yerli xalqqa anglatish yo'lida qo'ldan kelishicha xizmatlar ilib bordi. Gollandiyaning Rotterdam shahridagi Urumchi restoran sahibi, Qurultayning madaniyat bo'limi mudiri Zeyniddin Apandi xalqaro kechirim tashkiloti bilan hamkorlashib, Gollandiyada ko'p qatim siyosiy faoliyatlar uyushtirdi. Uning bo'lib tarixiy kunlarni xotirlash yuzasidan uyushtirgan Gul chambarak faoliyati Uyg'ur jamoatining qizg'in olqishlariga sazovor bo'ldi. 2018-yili Amerikada mo'l mazmunli siyosiy faoliyatlar bo'lib o'tdi. Tövəndə bunun ma'lum qismlarini tanıştırıb o'tamiz. 26 fevral Dünya Uyghur Qurultayı, Uyghur Kişilik Hüquq Quruluşu, Vakalatsiz Xalqlar Təşkilatı və Amerika Uyghur Birləşməsi qatarlıq organlarının həmkarlışı bilan Amerika Dövlət Məclisində məxsus yığın çağırıldı. Yığınğa Dolqun İsa başlıq Qurultayının Amerikadakı rəhbərləri və Uyghur cəmiyyəti qatnaşdı. 5 mart günü Amerika Dövlət Məclisində Uyghurların mədəniyyət örnəkləri ko'rgazmasi və bu vaqtdagi muhokamaga bag'ishlangan məxsus yığın o'tkazildi. Yığında söz qiluvchilar Sharqiy Turkistondagi ig'ir vaziyat haqida maxsus to'xtaldi hamda bu ahvolni dunyoga texnik yaxshi anglatishning zarurligini ta'kidlashdi. 7 mart günü Dünya Uyghur Qurultayı və Amerika Uyghur Kişilik Hüquq Quruluşu birlikdə Amerika Dövlətlik Axbarat Klubida muxbirlarni kutilish yığını uyushtirdi. Yığında Qurultay reisi Dolqun İsa Apandi xalqaro saqchi tarafidan o'zi ustidan chiqarilgan tutish buyruqining amaldan qoldirilish masalasini ko'rdigan asosda Uyg'urlarning vaziyati ustida ma'lumot berdi. 16 aprel Dolqun İsa ve Ömer Qanat qatarlıq Qurultay rəhbərləri New York şəhərindəki Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı baş ştabı çağırılğan yerlik millətlər munbir yığını qatnaşqan idi. Dolqun İsa Apandi Xitayning suiqasdi bilan bu qitimki yığından chiqarib etildi. Ammo Amerika va Germaniyaning aralashishi bilan 25 aprel kuni Dolqun İsa Apandi bu yığınğa qaytadan qatnaşdı. 3 may günü New York'taki Columbia Universiteti Milletler Tədqiqat Mərkəzinin 23 qitimli xalqaralıq ilmi muhakeme yığını ötküzüldü. Uyghur diasporası ve Xitay degan temaga bag'ishlangan bu yığınğa Qurultay Səhiyyə və Ekologiya Komitetining mudiri Anvar To'xti Apandi qatnashib doklad taqdim qildi. 26 iyun günü Ömer Qanat Apandi Amerika Dövlət İşləri Ministerligining dini erkinlikka mas'ul alayida elchisi Sam Brownback bilan ko'rishdi hamda Dövlət Məclisida Xitayning Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlari haqida maxsus doklad taqdim qildi. 23 iyul Qurultay reisi Dolqun İsa taklif bilan Amerika poytaxti Washingtondagi Kommunizm qurbonlari xotira fondi jamiyati o'tkazgan Osiyodagi diniy e'tiqod erkinligi faoliyatiga qatnashdi. Mazkur fondi jamiyati 2016 yili 30 mart Dolqun İsa Apandining Uyg'urlarning kishilik huquqlari uchun ko'rsatgan fidokorligini taqdirlab, Truman Reagan erkinlik mukofoti bilan mukofotlagan edi. 23 iyuldan 26 iyulgacha Qurultay reisi Dolqun İsa, ijroiya komiteti reisi Ömer Qanat qatorliq Qurultay rahbarlari Amerika Tashqi ishlar ministrligining chaqiriqi bilan Washingtonda o'tkazilgan xalqaro diniy erkinlik yig'ini jarayonida Norvegiya parlament muavin raisi Abid Qayyum Raja, Kanada parlament a'zosi va Kanada Kolonga hukumatining bosh kotibi David Anderson qatorliq nurg'ilgan davlatlarning vakillari bilan uchrashib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik siyosatini, Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlarida qamalgan 3 milliondan ortiq Uyg'urning tortayotgan azobini tushundirish fursatiga erishdi. 7 ayning 26 kuni Amerikada Uyg'urlarning diniy erkinligidan guvohlik berish yig'ini o'tkazildi. Yig'inga Dolqun İsa, Ömer Qanat qatorliq Qurultay rahbarlari qatnashdi. 8 ayning 30 kuni ijroiya komiteti raisi Ömer Qanat Apandilar Amerikaning Texas shtatining Houston shahrida Shimoliy Amerika musulmonlar jamoati tashkiloti va BDTning Rohingya musulmonlari haqida muhim qarorlar elishda cho'ng rol o'ynagan Birma xizmat guruhi a'zolari bilan uchrashib, Sharqiy Turkiston xizmat guruhi qurib chiqish masalasini muzokara qildi. 9 ayning 7 kuni Ömer Qanat Apandi Uyg'ur kishilik huquq qurilishining tadqiqotchisi Nikolay Margaret bilan birlikda Uyg'urlarni bostirish harakatida mas'uliyati bo'lgan Xitoy rahbarlarining Magnitskiy qonuni bo'yicha jazolantirilishi to'g'risida Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo va xazina ministri Minchin apandimlarga xat avatgan senator Marco Rubio apandim boshliq 17 senator va kongressning ishg'ollarini ayrim-ayrim ziyorat qilib, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi tomonidan jazo lagerlari haqida tayyorlangan yangi dokladni taqdim qildi va Uyg'urlar nomidan ularga minnatdorligini bildirdi. 10 sentabr Qurultay reisi Dolqun İsa bilan ijroiya komiteti reisi Ömer Qanat Apandilar Amerikaning yuqori darajalik amaldorlari bilan Oqsaroyda ko'rishib, Uyg'urlar hozir duchor bo'layotgan jiddiy masalalar ustida suhbatlar olib bordi. 9 ayning 14 kuni Ömer Qanat Uyg'ur kishilik huquq qurilishining tadqiqotchisi Nikolay Margaret bilan birlikda Amerika Avam palatasining 8 a'zosining ishg'ollarini ayrim-ayrim ziyorat qilib, jazo lagerlari haqida tayyorlagan dokladlarini taqdim qildi.
9 ayning 15 kuni Umar Qanat, Zubayra Shamsiddin va Uyg'ur kishilik huquq tadqiqotchisi Nikolay xonimlar Tayvan mustaqillik harakatining Amerikadagi vakillarining Washingtonda o'tkazilgan yillik yig'iniga qatnashdi. Yig'inda Zubayra va Nikolay xonimlar jazo lagerlari haqida dokladlar sundi. Umar Qanat va Zubayra xonimlar birlikda yana yig'in qatnashchilarining har xil savollariga javob berdi. 9 ayning 23 kuni Qurultay Kishilik huquq komiteti mudiri Zubayra xonim Tayvan mustaqilchilari va Tibet tashkilotlari tomonidan har yili 9 oyda BDT umumiy yig'in jarayonida Nyu-Yorkda o'tkaziladigan keng ko'lamli namoyish qatnashdi va Uyg'urlarga vakolatdan so'z qildi. 9 ayning 23 kuni Umar Qanat apandi BDTning 7-chi navbatlik umumiy yig'ini ichilayotgan bir paytda Nyu-Yorkda Tibet tashkilotlari tomonidan uyushtirilgan parallel bir yig'inda so'z qilib, Uyg'urlar masalasini BDT bexatarlik kengashida muzokara qo'yishni talab qildi. 9 ayning 25 kuni Umar Qanat va Uyg'ur kishilik huquq qurilish tadqiqotchisi Nikolay Luisa xonimlar bilan birlikda senator Angus King, Davlat Majlisi Avam palata tashqi ishlar komiteti a'zosi Steve Shabat va Avam palata istixborot ishlari komitetining muavin raisi Adam Shif apandimlarning yordamchilari bilan ko'rishib, Xitoyning jazo lagerlarini taqashga zo'rlash uchun tadbir qo'llanishga chaqirdi. 9 ayning 26 kuni ijroiya komiteti raisi Umar Qanat va Uyg'ur kishilik huquq qurilish tadqiqotchisi Nikolay xonim bilan birlikda senator Ben Cardin va senator Steve Daynis apandilarining yordamchilari bilan ko'rishdi. 9 ayning 26 kuni qurultay rahbarlari Amerika Davlat Majlisi tashqi munosabatlar komiteti tomonidan o'rinlashtirilgan guvohlikdan o'tish yig'iniga qatnashdi. Bu yig'inda Nuri Turkal apandi guvohlik berdi. 9 ayning 27 kuni Umar Qanat Uyg'ur Amerika Birlashmiş raisi Lishat Hasan va Luisa xonimlar birlikda Virginia vakili Don Bayerning yordamchilari bilan ko'rishib, Amerika hukumati va Davlat Majlisining Xitoyning Uyg'urlarga qarshi elib berayotgan bostirish harakatini to'xtatish va Xitoyning jazo lagerlarini taqashga zo'rlash uchun tadbir qo'llanishga chaqirdi. 10 ayning 2 kuni Umar Qanat prezident Trump hukumatining diniy erkinlik masalasiga alohida vakili Sam Bromwak apandimning rasmiy taklifi bilan Davlat Majlisida o'tkazilgan yig'inda Uyg'urlarning navbatdagi ahvoli haqida ma'lumot berdi. Kanadada 5 ayning 20 kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyi muhojirlar bo'lim mas'uli Mehmet To'xta apandi Kanada Milliy meroslar ministri Melina Jolie xonim bilan ko'rishdi va Uyg'urlar masalasini anglatdi. 5 ayning 22 kuni Mehmet To'xta apandi yana Kanada poytaxti Ottavada Kanadaning Beijing turishliq bosh elchisi va sobiq ko'chmanlar ministri John McCallum, Kanada tashqi ishlar ministerining parlamentdagi bosh sekretari Umar Al-Ghabra bilan tashqi ishlar ministrligida ko'rishdi va Uyg'urlar haqida ma'lumot berdi. 6 ayning 20 kuni Mehmet To'xta Kanada diniy erkinlik komitetining direktori bilan ko'rishdi. U yana Kanada tashqi ishlar ministerining parlamentdagi bosh sekretari Umar Al-Ghabrani Uyg'ur jamoati bilan yuz ko'rishdi. 7 ayning 28 kuni Mehmet To'xta apandi Kanada bosh ministerlik tomonidan tartiblangan va Kanada bosh ministri Justin Trudeau qatnashgan dunyo miqyosidagi diniy erkinlikni tashabbus qilish va diniy cheklimlarga qarshi turish haqida ommaviy tashkilot yetakchilari ishtirok qilgan yig'inga taklif bilan qatnashdi. 9 ayning 13 kuni Mehmet To'xta Ottavada Kanada bosh ministri ishxonasi, Kanada tashqi ishlar ministrligining 4 diviziya va Kanada bexatarlik organlarining qatnashishidagi yopiq yig'inga qatnashib, Kanadaning xalqaro sahnada Uyg'urlarga qanday yordam berish, Kanadadagi Uyg'urlarning bexatarligi, Kanada Xitoy munosabatida Uyg'urlar masalasi qatorli cho'ng mazmunlarda ma'lumot berdi. U yana 10 ayning 2 kundan 10 ayning oxirigacha Kanada parlamentida lagerlar haqida 4 qatim guvohlik berish yig'iniga qatnashdi. Turkiyada 16 mart Dünya Uyghur Qurultiyi muavin raisi Dr. Erkin Akram boshchiligidagi bir hay'at Turkiya parlamenti inson huquqlari komiteti boshlig'i Ömer Sardar apandi bilan parlament binosiga ishxonasida ko'rishib, Uyg'ur diyorining hozirgi vaziyati haqida ma'lumot berdi hamda 25 betlik dokladni sundi. 23 mart Dünya Uyghur Qurultiyining muavin raisi Dr. Erkin Akram bilan Qurultay ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat apandi, Turkiya parlamenti inson huquqlari komitetining boshlig'i Ömer Sardar apandi, Turkiya Yevropa parlament a'zolari guruhining mas'uli İsmail Emrah Qarayel apandi, parlament a'zosi Vedat Bilge apandi va parlament a'zosi Kamil Aydin apandilar bilan ayrim-ayrim uchrashib, Sharqiy Turkistonning hozirgi ig'ir vaziyati to'g'risida tayyorlagan 2 dokladini sundi. Dünya Uyghur Qurultiyi 25 mart kuni İstanbulda yig'in uyushtirdi. Yig'inga Turkiyadagi har qaysi Sharqiy Turkiston tashkilotlarining rahbarlari, Uyg'ur peshqadamlari, turk tadqiqotchilar, yozuvchilar, muxbirlar va bir qism jamiyatlarning vakillari bo'lib 100 ga yaqin kishi qatnashdi. 30 aprel kuni Turkiyaning Denizli shahridagi Pamukkale universitetida asorat ostidagi Sharqiy Turkiston temasi doklad berish yig'ini o'tkazildi. Yig'inda Dr. Erkin Akram apandi Xitoyning Uyg'urlarga ig'ir besim ishlatishdagi sabab nima temasida doklad berdi. Buningdan tashqari Dr. Erkin Ahmet va Hamid Ko'kturk apandilarni Turkiyada ko'p qatim Sharqiy Turkistonga oid temalarda dokladlar taqdim qildi va Turkiya matbuotlarining ziyoratlarini qabul qildi. Yaponiyada 2017 yılı 11 ayning 10-13 kunlari o'tkazilgan favqulodda qurultaydan keyin qurultay raisi To'lqinay apandi tunji ziyoratini Yaponiyadan boshlagan edi. U 24 noyabr kunidan 28 noyabr kunigacha Yaponiyada ziyoratda bo'lib, ko'plagan muhim uchrashuvlar va yig'inlarga qatnashdi.
25 mart İlham Mahmud Efendi Yaponiyaning Okinawa viloyatida navbatdagi Uyg'urlar vaziyati haqida dokladlar taqdim qildi. 4 ayning 1 kundan 10 kunigacha Qurultay raisi To'lqin Aysa, ijroiya komiteti raisi Ömer Qanat va Qurultay bayonotchisi Dilshod Rashid Efendilardan tashkil topgan bir hay'at Yaponiyada bir yurish faoliyatlar olib bordi. İlham Mahmud Efendi hamrohligidagi bu faoliyatlarda Yaponiyaning muhim davlat arboblari va siyosiy zotlari bilan uchrashishlar bo'lib o'tdi. Yaponiya Uyg'ur jamiyatining raisi, Dunyo Uyg'ur qurultiyining Osiyo Tinch okean rayonidagi vakolatchisi İlham Mahmud Efendi yana Yaponiya va Tayvanlarda ko'plagan siyosiy faoliyatlarni olib bordi. Qozog'istonda Dunyo Uyg'ur qurultiyining Qozog'istondagi rahbarlaridan Qahramon G'ojambadi va Erkin Ahmad qatorliqlar bu bir yilda mavjud imkonlar doirasida turli siyosiy, madaniy, ijtimoiy faoliyatlarni uyushtirib, Sharqiy Turkiston davosining Qozog'istondagi taraqqiyoti uchun hasala qatdi hamda Dunyo Uyg'ur qurultiyining faoliyatlarini keng turda tashviq qildi. Buning natijasida Qozog'iston Uyg'urlarining qurultayni va muhojiratdagi davoni tushunish darajasida zo'r yuksalishlar borliqqa keldi. Qirg'izistonda Dunyo Uyg'ur qurultiyining Qirg'izistondagi rahbarlaridan Ro'zi Muhammad Hajim, Tursun Islom, Gulnur Qosimova xonim qatorliqlarmi turli yig'ilishlarni uyushtirib, qurultayning xalqaro miqyosidagi turli faoliyatlarini keng turda tashviq qilishga tirishdi hamda Uyg'ur xalqining milliy ro'yini qo'g'dash, saqlab qolish yo'lida tegishli ajrlar sarf qildi. Muhojirlar xizmatlarida Dunyo Uyg'ur qurultiyi 2018 yil ichida muhojirlar xizmatlariga yetarlik darajada moliya kuchi, odam kuchi va energiya sarf qildi. Misrdan qaytarilgan Uyg'ur o'quvchilar vaqasi, Bulgariya turmalaridagi Uyg'urlar vaqasi, Tailand turmalaridan qochgan Uyg'urlar vaqasi va dunyoning har yerlaridagi Uyg'ur musofirlarining mushkulotlarini hal qilish yo'lida qo'lidan kelgan butun imkonlarni ishga soldi va zo'r badallar to'ladi. Uyg'ur yoshlarini tarbiyalash kursi 2017 yılı 13 noyabr Qurultay tarafından uyushtirilgan 14 navbatlik Uyg'ur rahbarlarining demokratiya, kishilik huquq, qonuniy bilimlardan tarbiyalash kursi Myunxen shahrida o'tkazildi. Faoliyatga har qaysi ellardan kelgan bir qism qurultay vakillari va 6 navbatlik qurultayda vazifaga saylangan qurultay rahbarlari qatnashdi. 17 mart Norvegiyaning Oslo shahridagi Anker mehmonxonasida Dunyo Uyg'ur qurultiyining 15 navbatlik Uyg'ur yoshlarini tarbiyalash kursi o'tkazildi. Kursga Norvegiyadagi Uyg'ur yoshlaridan boshqa qurultay raisi, muavin raislari, ijroiya komitetining rahbarlari va bir qism komitetlarning mas'ullari qatnashdi. 13 iyuldan 15 iyulgacha 16 navbatlik Uyg'ur yoshlarini demokratiya va kishilik huquq bilimlari bilan tarbiyalash kursi İstanbul Ramada mehmonxonasida o'tkazildi. Kursga Turkiyaning har qaysi universitetlarida o'qiyotgan 40 atrofida Uyg'ur yosh ishtirok qildi. Namoyishlar Dunyo Uyg'ur qurultiyi 2017 noyabrda chaqirilgan favqulodda vakillar qurultiyidan keyin qurultayning tashabbusi bilan 5 qit'adagi Uyg'urlar markazlashib o'ltiraqlashgan davlatlarda ko'p qatim har turli namoyishlar olib berildi. Bularning ichida zo'r zilzila paydo qilgan, muhojiratdagi milliy mujodil tarixida o'chmas iz qoldirgan bir qancha qatimliq namoyish alohida gavdalik bo'ldi. Buning biri 15 mart Uyg'ur xonim qizlarini asos qilgan holda dunyoning 20 dan ortiq davlatida va shaharlarda o'tkazilgan bir ovoz bir qadam shuari ostidagi namoyishdir. Roshan Abbas xonim boshchiligidagi vatanparvar xonim qizlarimizning yetakchiligida qo'zg'algan bu namoyish muhojiratdagi xonim qizlarimizning uyg'onishiga turtki bo'lib qolmasdan jazo lagerlarining to'nilishiga turtki bo'ldi. 30 dan ortiq xalqaro matbuotlar 15 mart namoyishini va uning maqsadini dunyoga anglatdi. İkincisi, Dunyo Uyg'ur qurultiyining bevosita chaqirig'i bilan uyushtirilgan 5000 kishilik namoyishdir. 27 aprel dunyoning joy-joylaridan kelgan minglagan Uyg'urlar Belgiya poytaxti Bryusselga jam bo'lib, Uyg'urlarning muhojirat tarixidagi ko'lami eng zo'r bo'lgan namoyishlarning birini o'tkazdi. Namoyishga Amerika, Avstraliya, Osiyo va Yevropadagi 4 qit'ada yashayotgan qancha minglagan Uyg'urlar ishtirok qildi va Bryussel ko'chalarini larzaga soldi. Bu namoyish Dunyo Uyg'ur qurultiyining muhojiratga davoning vakillik organi bo'lishidek salohiyatini namoyon qilib qolmay, uning chaqiriq kuchining ko'lamini isbotlab ko'rsatdi hamda jazo lagerlarining Yevropa ittifoqining markazida kun tartibga kelishiga turtki bo'ldi. Uchinchisi, Dunyo Uyg'ur qurultiyi tomonidan o'rinlashtirilgan 2018 yil 11 ayning 6 kuni Xitoyning kishilik huquq vaziyatini ko'zdan kechirish munosabati bilan Jenevadagi BDT binosi oldida o'tkazilgan namoyish. Bu namoyishga ko'plagan ellardan minglarcha Uyg'urlar kelib qatnashdi. Bu 3 qitimliq namoyishdan boshqa qurultayning tashabbusi bilan G'ulji qatl-ami, Baran qirg'inchiligi, Urumchi qirg'inchiligi, Yakan qirg'inchilik qatorliq qilliq vaqa hodisalarni xotirlash yuzasidanmi dunyoning har yerlarida ko'plagan namoyishlar o'tkazildi. Axborot, bayonot, tashviqot sohasida Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi To'lqin Aysa, muavin raislardan doktor Erkin Akram Farhod Muhammadi, ijroiya komiteti raisi Ömer Qanat, bayonotchi Dilshod Rashid, doktor Nuri Turkal, Ilshad Hasan, Mehmet To'xtuz, Zubayra xonim qatorliq qurultay rahbarlari 2018 yili BBC, CNN, CDF, ARD, Al Jazeera qatorliq ko'plagan mashhur axborot vositalari va taratqularning ziyoratini qabul qilib, Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlari masalasining xalqaralashishiga zo'r hasala qatdi. Bu bir yilda Dunyo Uyg'ur qurultiyi nomida e'lon qilingan axborot, chaqiriq va murojaatlarning soni az bo'lmadi.
Dünya Uyghur Qurultayı bayonotchisi Dilshod Rashid 2018 yil ichida 20 dan ortiq xalqarалық axborot kanallarida turli mazmunlarda 60 dan ortiq bayonotlar e'lon qilib, jazo lagerlarining to'nilishiga nihoyat zo'r to'pilar qo'shdi. Qurultay uchur tashviqot markazi tarkibidagi Dünya Uyghur Qurultayı televiziyasi qurilganidan buyangi 6 oy ichida 60 dan ortiq turli sohaga oid maxsus programmalarni ishlab taqitib, plandagi vazifasini haslab oshirib o'rinladi hamda yaxshi baholarga erishdi. Bye.